Assalomu alaykum azizlarim. Bugun sizlar bilan kasalliklarning tashqi va ichki sabablari va ularni bartaraf qilish haqida suhbatlashamiz. Hamma o'ylaydiki, kasallikni faqat tashqi sabablari mavjud deb o'ylaydi. Aslida kasallikning ichki sabablari ham mavjud bo'ladi. Qachonki biz ham tashqi sabablarini bartaraf qilganimizda, ham ichki sabablarini bartaraf qilganimizda, ana shundagina kasallik butunlay yo'qoladi. Agar faqat tashqi sabablarni o'zini bartaraf qilaveradigan bo'lsak, kasallik yana qayta kelaveradi. Chunki bu kasallik bizga nima uchun berilganligini tahlil qilmasak, xatolarimizni to'g'rilamasak, bu kasallik yana bizga qayta berilishi mumkin. Shuning uchun ham biz psixologiyada umuman ayollar klubida ham tashqi sabablarini, ham ichki sabablarini bartaraf qilish bilan shug'ullanamiz. Qaranglar, kasalliklarda tashqi sabablariga nimalar kiradi? Birinchisi bu viruslar, bakteriyalar kiradi. Keyin noto'g'ri ovqatlanish kiradi. Keyin mikro va makro elementlarning, organik, noorganik birikmalarning yetishmasligi kiradi. Bularga oqsillar kirishi mumkin. Bundan tashqari vitaminlar, sink, magniy, kalsiy yetishmovchiligi, mana shu kabi organik, noorganik birikmalarning yetishmasligi, bular ham tashqi kasallikni keltirib chiqaruvchi omillardan biri hisoblanadi. To'rtinchisi bu ekologiyaning yomonligi. Beshinchisi kam harakatlik. Oltinchisi travmalar olish, misol uchun yiqilish, sinish, kuyib qolish, avtohalokatga uchrash, qoqilib tushish. Bularning barchasi ham tashqi sabablarga kiradi. Yettinchisi bugungi kunda juda ham ko'p urf bo'lgan sehr qilish, nazar tegish, ko'z tegish, issiq sovuq qilish. Bular ham kasalliklarning tashqi sabablari. 8-sabab esa bu zararli odatlar, yomon odatlar, ichish, chekish va hokazo. Bular ham kasallikni keltirib chiqaruvchi tashqi omillar hisoblanadi. Va 9-si bu stresslar hisoblanadi. Stresslar ham, ya'ni konfliktlar, ziddiyatlar, kelishmovchiliklar oiladagi, ishxonadagi, bular ham tashqi kasallikni keltirib chiqaruvchi omillar hisoblanadi. Xo'p, bularni bartaraf qilish uchun nimalar qilamiz? Biz ayollar sog'lomlashtirish klublarida bularni bartaraf qilish uchun maxsus texnikalarni qilamiz, maxsus amaliyotlarni bajaramiz. Birinchisi viruslar, bakteriyalar deydigan bo'lsak, ya'ni misol uchun bu yoqda ob-havoni yaxshi, nam havo, sovuq havo, quruq havo, bularni hammasi ham kasallikni keltirib chiqarishga tashqi omillar hisoblanadi. Qachonki biz tashqi omillarni bartaraf qilish bilan birgalikda ichki omillarni ham bartaraf qilganimizda tezroq tuzalamiz deb yuqorida aytdik va kasallik qaytalanmaydi dedik. Demak, viruslar, bakteriyalarga qarshi nima qilamiz? Aloylarimizdan, choylarimizdan foydalanamiz. Bular viruslarni, bakteriyalarni, keyin gijjalarni o'ldirish xususiyatlariga ega, shamollashga yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchisi noto'g'ri ovqatlanish degan bo'lsak, ayollar sog'lomlashtirish klubida to'g'ri ovqatlanish bo'yicha 12 ta darslar o'tiladi va qanday qilib to'g'ri ovqatlanish o'rgatiladi. Xo'p, undan keyingisi elementlarning yetishmasligi dedik, vitaminlar, elementlarning yetishmasligi. Buning uchun kokteyllar beramiz va kokteyllarning tarkibida oqsillar, mikroelementlar bor. Bundan tashqari alohida kalsiy tabletkalar, har xil yana vitaminlar, bad mahsulotlarimiz mavjud, tabiiy hammasi. Endi keyingisi ekologiya yomon dedik. Ekologiyani yomonligi 7-8% sizni sog'lig'ingizga ta'sir ko'rsatadi. Bu endi bizni qo'limizda emas. Shuning uchun biz bu ekologiyani yomonligiga biz hech qanday chora ko'ra olmaymiz. O'zimiz shaxsan keyingi omilga o'tamiz, kam harakatlik. Kam harakatlikka nima beramiz? Ayollar klubida raqs beramiz, mashq beramiz
va turli xil nagruzkalarni beramiz. Misol uchun velosipedda yurish, begovoy dorožkada yurish, 10 000 qadam yurish. Mana bular kam harakatlikni oqibatida kelib chiqadigan kasalliklarni bartaraf qilishga yordam beradi. Xo'p, keyingisi travmalar olish dedik. Bu yoqda yiqilish, sinish, avtohalokatga uchrash. Endi bu travmalar olingan paytda biz ayollar klubida hech qanaqa yordam bera olmaymiz. Ularni albatta shifokor huzuriga borishlari va u yerda birinchi tibbiy yordamni ko'rishlari kerak bo'ladi. Undan keyingi 7-sabab sizga kimdir ko'z tegishi, sehr qilinishi. Bunda nima yechim qilamiz? Bunda o'zimizga o'zimiz dam solishimiz, ruqiya eshitishimiz, 5 vaqt namoz o'qish, zikr qilish, oyatal kursi o'qish va bundan tashqari mana shu fitness klubga kelib siz sport mashg'ulotlari bilan shug'ullansangiz ham ana shu negativ energiya sizni tanangizdan tashqariga chiqib ketadi. Kayfiyatingiz ko'tariladi raqslarga tushganingizda va kayfiyat hamda sport mashg'ulotlari sehrdan, ko'z tegishidan juda ham yaxshi yordam beradi. Ya'ni sizni vibratsiyangizni yuqoriga olib chiqadi, aurangizni tozalaydi. Sizni ichingizda, tanangizni ichida turib qolgan negativ energiya harakatlar natijasida tashqariga chiqib ketadi va shuni natijasida sizni sog'lig'ingizda zo'r o'zgarish bo'ladi. Keyingi faktor stresslar. Kelishmovchiliklar, janjallar. Bu stresslarni ayollar klubiga kelganingizda unutasiz. Bu yoqda yaxshi kollektiv, yaxshi kayfiyat, pozitiv, hamma quvnoq holatda bo'ladi. Stresslarni unutishingizga yordam beradi. Zararli odatlardan qutulish. Zararli odatlar ko'proq endi erkaklarda bo'lganligi uchun erkaklarimizga zararli odatlari mavjud bo'lgan erkaklarimizga ham Herbalife mahsulotlarini beradigan bo'lsak, ularni ichaklarini tozalashga muvaffaq bo'lamiz, oshqozon ichak sistemalarini va natijada zararli odatlarni shu ichish, chekishdan qolgan asoratlar organizmdan yuvilib chiqib ketadi va tanani shifolanishiga yordam beradi inshaalloh. Bu endi tashqi sabablar edi. Demak, sog'lom turmush tarzidan bizni to'sib turadigan tashqi 9 ta sabab bilan gaplashdik. Mana shu tashqi 9 ta sababga ayollar klubida 8 tasiga demak yechim berilar ekan. Bittagina travma olishga yechim berilmas ekan. Chunki travma olgandan keyin birinchi tibbiy yordami ekstreniyda ko'rsatiladi. Va albatta bu yerda shifokorga murojaat qilish kerak bo'ladi. Qaranglar, agar biz kasallikni faqatgina sintetik preparatlar bilan davolaydigan bo'lsak, antibiotiklar, og'riq qoldiruvchilar bilan davolaydigan bo'lsak, biz bu kasallikka yana qayta chalinaveramiz. Misol uchun, kimda gaymariti bor bo'lgan bo'lsa, qayta gaymarit bo'laveradi. Kimda shamollash bo'lgan bo'lsa, tomoq og'riq bo'lgan bo'lsa, qayta tomog'i og'riyveradi. Kimda nafas qisadigan bo'lsa, men o'zim ham rosa 4 yil qiynalganman nafas qisishdan. Qayta nafas qisaveradi. Nimaga sintetik preparatlar vaqtinchalik yordam beradi, yana kasallik qaytalanaveradi. Chunki antibiotiklar immunitetni tushirib yuboradi. Va bu yerda kasallikni ichki sababi bartaraf qilinmagan, shuning uchun ham u qaytalanaveradi. Shuning uchun ham birinchi tibbiy yordamni tibbiyot muassasalarida olish shart va majbur. Misol uchun nafasingiz qisyapti, tomog'ingiz kuchli og'riyapti, hayotingiz xavf ostida, yiqildingiz, sindingiz, juda kuchli shamolladingiz yoki davleniyingiz bor, обязательно doktorga ko'rinish kerak. Kerakli muolajalarni qilish kerak va tuzalishingiz bilanoq fitness klubga yugurib borishingiz kerak bo'ladi. Nega? Chunki yana qaytalanib qolmasligi uchun albatta fitness klubga yugurib borishingiz kerak bo'ladi. Fitness klubda kasallikning asoratlarini oldini olishga ham juda yaxshi yordam beradi. Fitness klub qaytalanishdan to'xtatishga ham juda ham yaxshi yordam beradi. Va ayniqsa agar
bu mashg'ulotlarni siz psixologik treninglar bilan, psixolog bilan birgalikda olib boradigan bo'lsangiz, bu juda ham katta sizga yordam beradi. Shuning uchun ham biz aynan Shifo ichingizda degan kanalni sizlar uchun tashkil qildik va mana shu kasallikni ham ichki ham tashqi sabablarini bartaraf qilish uchun birgalikda ishlaydigan bo'lsangiz, inshaalloh kasallikni ildizi bilan olib tashlaysiz va kasallik sizni qaytib bezovta qilmaydi. Inshaalloh avvalo Alloh sababchisi biz bo'lib qolaylik. Xo'p, endi kasallikning ichki sabablariga kelamiz. Kulminatsion nuqta dadam deydimi? Ichki sabablari afsuski juda ham ko'p. Har bir insonda har xil 100 ta odam bo'lsa, hammasini kasalligini sababi har xil bo'ladi. Siz o'zingizniki qaysi ekanligini qanday bilib olasiz? Buning uchun bir hafta davomida o'zingizga savol berasiz. Allohim, nima uchun menga ushbu kasallikni berding? Ya'ni berding emas, nima uchun menga mana shu kasallik keldi deb bersangiz yaxshi bo'ladi. Chunki Alloh bandalarga faqatgina yaxshiliklarni beradi. Kasalliklarni inson o'zi bilmagan holatda o'ziga o'zi tortib oladi. Qaysidir xatolardan poklanish uchun, gunohlardan poklanish uchun, qaysidir xatolarni to'g'irlash uchun o'ziga o'zini aybdor his qilganda, o'zini o'zi jazolamoqchi bo'lganda inson o'ziga o'zi kasallikni tortib oladi. Siz eng birinchi qiladigan ishingiz taxminan bir hafta davomida Allohim, nima uchun menga bu kasallik berildi deb savol berasiz va chiqqan hamma javoblarni bloknotingizga yozib yurasiz va bir hafta davomida bloknotingizga yozganingizdan so'ng ular uchun Allohdan kechirim so'rab tavba qilishni boshlaysiz deylik. Esingizga tushib qoldi. Deylik, sizni tomog'ingiz og'rib qoldi va Allohdan so'rayapsiz. Ey Allohim, menga nima uchun berildi bu kasallik? Deyapsiz-da, sizga javob kelyapti. Ichingizdan qanaqadir intuitsiya sizga xabar beryapti. Chunki sen bir insonni xafa qilib qo'yding yoki chunki sen yolg'on gapirib qo'yding yoki chunki o'zingni ichingdagi his-tuyg'ularingni oshkor qilib ayta olmading, ichingga yutib yashayapsan dardingni. Norozisan turmush o'rtog'ingdan, qaynonangdan ayta olmayapsan buni. Va hokazo har xil gaplar kelishi mumkin. Mana shularni yozib olasiz, bloknotingizga yozib olasiz va tavba qilishni boshlaysiz. Ey Allohim, men o'zimni qurbon qilib, o'zimni ichimdagi noroziliklarimni erimga ayta olmaganligim uchun tavba qildim, meni kechir. Allohim, men palonchi insonga yolg'on gapirib qo'yganligim uchun tavba qildim, meni kechir. Allohim, men bugunchi insonni g'iybat qilib qo'yganligim uchun meni kechir, tavba qildim. Allohim, men palonchi insonni oldida ichimda kibrlanib qo'yganligim uchun meni kechir, tavba qildim. Bir hafta davomida tavba qilasiz. Bir hafta davomida tavba qilish amaliyotini bajarasiz. Bu eng kuchli, eng tez ta'sir qiladigan, siz tezda tuzalishingizga olib keladigan amaliyot. Inshaalloh avvalo Allohdan sababchisi biz bo'laylik va natijalarga erishsangiz albatta haqqimizga duo qiling. Iltimos, sizni duoyingizni olish sababli mana shunday audiolarni siz uchun tayyorlayapmiz. Va izohlarda natijalaringiz bilan bo'lishing, fikrlaringiz bilan bo'lishing. Darsliklarimiz sizga ma'qul kelyaptimi? Qay darajada foyda olyapsiz? Yana qanday mavzularda postlar tayyorlashimizni xohlaysiz? Обязательно yozib qoldiring. Xo'p, endi kasalliklarni bo'lish ehtimoli bo'lgan 18 ta ichki sabab bilan bo'lishaman. Bu hozirgacha aniqlaganlarim, o'qib o'rganganlarim, izlanganlarim, insaytlarim natijasida hozir 18 tasini topman. Balkim bu bundan ham ko'pdir, har bir insonniki har xil bo'ladi. Demak, boshlaymiz kasallikni ichki sabablari. Birinchisi xafagarchilik. Siz kimdandir xafa bo'ldingiz yoki siz kimnidir xafa qildingiz. Yaxshilab o'ylab ko'rasiz. Ya'ni Allohdan so'raganingizda, ey Allohim, bu kasallik menga nima uchun berildi deganingizda sizga shunaqa javob kelishi mumkin. Sen palonchi insonni xafa qilib qo'yarding yoki seni palonchi inson xafa qilganda
hali ham o'sha xafagarchilikni yuragingda olib yuribsan, o'shanga kasal bo'lyapsan degan javob kelib qolishi mumkin. Demak, kasallikning birinchi ichki sababi xafagarchilik. Ikkinchisi zulm qilish, dilozorlik. Ya'ni kimgadir siz zulm qilishingiz, o'zingiz bilmagan holatda yoki kimdandir zulm ko'rishingiz, bu ham kasallikning ichki sababi bo'lishi mumkin. Uchinchisi, qo'rquvlar. Agar sizda qo'rquv, vahima, vasvasa bo'ladigan bo'lsa, bu ham kasalliklarga sabab bo'ladi. Chunki qo'rquv buyrakda, har xil joylarda, tanada to'planish xususiyatiga ega va o'sha organlarda kasalliklar keltirib chiqaradi. Misol uchun, deylik, siz turmush o'rtog'im xiyonat qilsa-ya, turmush o'rtog'im boshqasiga uylanib olgan bo'lsa-ya, yoki kimlardir o'limdan qo'rqadi, kimlardir yana nimalardan qo'rqadi, qorong'ulikdan qo'rqadi. Demak, sizda agar qo'rquvlar mavjud bo'lsa, albatta psixologga murojaat qilib, ularni bartaraf qiling, bo'lmasam bu kasalliklarga sabab bo'lib qolishi mumkin. To'rtinchisiga o'tamiz. To'rtinchisi kibr. Yo siz kimnidir yerga urasiz, yoki tashqariyal hayotda yoki ichingizda o'zingizni kim bilandir solishtirib, men zo'rman, u zo'r emas, men figuram chiroyli, uni figurasi semiz, men go'zalman, u xunuk deb o'zingizni kibrlansangiz yoki o'zingizni plyusga yoki minusga yoki ya'ni mamlaqangi o'zingizni kibrlansangiz yoki kimdir sizni yerga ursa, ya'ni men zo'rman, sen yomonsan, men ozodaman, sen palitsan, men sendan yaxshiman, sen yomonsan, men sendan aqlliman, sen ahmoqsan, meni qizim sendan yaxshi, sen yomonsan. Ana shunaqa. Misol uchun, qaynanalar kelinlarini pastlatadigan bo'lsa, yerga uradigan bo'lsa, haqorat qiladigan bo'lsa, kelinda kasalliklar paydo bo'lishi mumkin, hamda qaynonada ham kasalliklar paydo bo'lishi mumkin. Buni ham ustida ishlashingiz kerak bo'lar ekan. Demak, kibr. Xo'p, 5-inchisi ustanovkalar, negativ ustanovkalar. Ong ostingizda joylashgan jamiki negativ ustanovkalar kasalliklarga oid bo'lgan. Misol uchun, xo'p, mana hamma gripp bo'lyaptimi? Demak, men ham baribir gripp bo'laman. Ko'pchilikka kelgan to'y, shu kabi ustanovkalar bor-ku. 40 yoshdan oshdimi inson, albatta u kasal bo'ladi va hokazo. Ya'ni shunaqangi negativ ustanovkalar sog'liqqa oid bo'lgan. Negativ ustanovkalar bular hammasi kasal bo'lishga sababchi bo'ladi. Misol uchun, yo'qib qolish. Mana gripp odamni oldida o'tirdimi, men gripp odamni oldida o'tirdimda, endi menga обязательно yuqadi deb o'ylasa, o'sha odamga yuqadi o'sha narsa. Ustonovka. Mana umraga borganimizda aytishgandi. Zamzam suvini ichsa nima dardga u hamma dardga shifo deb bo'ladi. Lekin agar sizlar voy mahos terlab turibman, zamzam suvini ichsam hozir kasal bo'lib qolaman deb ichsalaring, rostdan ham kasal bo'lib qolasizlar. Chunki nima niyatda ichsa, o'sha niyatda ta'sir qiladi deb o'rgatishganda, tushuntirishgan shunaqa. Ya'ni ustanovkalar. Siz nimaga ishonsangiz, qanaqa negativ ustanovkalaringiz bo'lsa sog'liqqa oid, demak bu ham kasalliklarni keltirib chiqarar ekan. Bu 5-sabab edi. 6-sababga o'tamiz. Kimgadir achinish, rahmi kelish. Agar siz qo'shningizga, qarindoshingizga, yoki begonaga Instagramda reelslar ko'rsangiz, ularga, blogerlarga, kimdir o'zini osib qo'ygan bo'lsa, kimdir o'ldirib qo'ygan bo'lsa, ularga achinsangiz, kino ko'rib o'tirib yig'lab, seriallar ko'rib ularga achinsangiz, qo'shningizga achinsangiz,
qarindoshingizga achinsangiz, afsuski bu ham sizni tanangizda kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin ekan. Bu taraflarni ham o'ylang. Agar sizda juda ham o'ta darajada rahmdil, achinuvchan inson bo'lsangiz, buning ham ustidan ishlashingiz kerak ekan. Psixolog bilan. Xo'p. Endi 7-sabab, o'zimizga qilgan qaysidir o'zimiz bilmasdan qilgan xatolarimiz uchun bizda kasalliklar bo'lishi mumkin ekan. Misol uchun folbinga borish va kimnidir tagiga suv quyib yuborish, kimnidir ishdan haydatib yuborish, kimga qayrash, kimnidir chaqish va hokazo. Ya'ni o'zimiz bilmasdan kimgadir qanaqadir ziyon yetkazib qo'yishimiz, kimgadir yomonlik qilib qo'yishimiz bular ham kirar ekan. Xo'p, 8-sabab. O'zingizni kimgadir ko'rsatib qo'yish uchun, maqtanish uchun nimadir qilish, muvaffaqiyatga erishishga intilish. Misol uchun, ota-onadan ko'p tanqid erishgan bolalar ota-onasiga o'zini ko'rsatib qo'yish uchun kelajakda 5-6 ishda ishlab, charchab, oxiri kasal bo'lib, o'sha davlatga erishaman deb, ota-onamga lishga ko'rsatib qo'yay, meni zo'rligimni deb kasal bo'lib qolishlari mumkin-da. Charchoqqa sabab esa kimgadir o'zini zo'rligini isbotlab qo'yish, ko'rsatib qo'yish bo'ladi. 9-sababga o'tamiz. Kimdir bilan o'zingizni solishtirishingiz yo u plyusga yo minusga bo'ladigan bo'lsa, bu ham kasalliklarga sababchi bo'lishi mumkin ekan. Misol uchun, yuqorida ham aytib o'tganim, kibr dedim-ku, o'shanga yaqinroq. Faqat bu yoqda solishtirishda jiddiy farqi bor. Unda o'zingizni ustun qo'ysangiz, kibrda, bunda o'zingizni minus pastga ham solishtirishda o'zingizni pastlatishingiz ham mumkin-da. Misol uchun, nega menda u yo'q, nega dugonamda bor, nega qarindoshim eri unga iPhone 17 olib berdi, meni erim menga umuman 1 so'm ham pul bermaydi. Va hokazo. Solishtirishlar ham kasalliklarga sababchi bo'lishi mumkin ekan. 10-ga o'tamiz. G'iybat qilish, qoralash. G'iybat qilish, qoralash, bular ham kasalliklarga sababchi bo'lar ekan. Keyingisi ichki potensialni ishlatmaslik, ya'ni o'zi ichingizda energiya tiqilib yotibdi, potensial VIP, lekin siz uni ishlatmayapsiz. U potensial, u energiya o'zingizni kuydirib, ichingizni yeb bitirib nima qiladi? U sizni kasal qiladi. Nima uchun potensialingizni ishlatmayapsiz? Chunki ruxsat yo'q. Turmush o'rtog'ingiz ruxsat bermaydi, qaynonangiz ruxsat bermaydi. Bunday holatlarda kasallikka chalinmaslik uchun albatta psixologga borib, ishlab, turmush o'rtog'ingizni, qaynonangizni roziliklarini olib ishlarni boshlashingiz kerak. Balkim qanaqadir biznes boshlamoqchidirsiz, qanaqadir buyuk ishlar qilmoqchidirsiz. Ichingiz energiyaga tiqilib yotibdi, to'lib yotibdi, ruxsat ola olmayapsiz. Demak, buni albatta ishlashingiz kerak. Bo'lmasam sizda boshlanadi davleniya, sizda boshlanadi yurak qon tomir kasalliklari, oshqozon, ichak, uyog'i ketdi, ayollik organlarida kasalliklar va hokazo. 12-si orzu maqsadlaringizni amalga oshira olmaslik. Deylik, siz mashina minishni juda ham xohlaysiz, lekin bunga ruxsat yo'q. Siz esa hali ham orzu qilyapsiz mashina minishni, lekin orzungiz uchun harakat qilmayapsiz, prarabotka qilmayapsiz, uстановkalar yechmayapsiz, ruxsat olishga harakat qilmayapsiz, mashina minishni o'rganishga harakat qilmayapsiz. Demak, kasal bo'lasiz. Agar siz prarabotka qilish jarayonida bo'lsangiz, ruxsat olish jarayonida bo'lsangiz, buning uchun nimadir qilsangiz, hech bo'lmasam affirmatsiyalar aytsangiz, mening mashinam bor, hech bo'lmasam tasavvur qilsangiz, inshaalloh sizda hech qanaqa kasallik bo'lmaydi. Yoki psixologga borib bu bo'yicha ham ishlashingiz kerak. Keyingisi 13-si, yaqinlardan mehr ola olmaslik.
Agar siz turmush o'rtog'ingizdan yoki ota-onangizdan mehr muhabbat olish yo'llarini bilmasangiz, bu narsani siz uchun kasallik qilib beradi. Siz kasal bo'lasiz va hamma atrofingizda parvona bo'lib qoladi. Qarilar, yosh kattalar bilsangiz, davleniya chiqadi, kasal bo'lishadi, yuraklari o'ynab qoladi va natijada nima bo'ladi? Hamma oilani farzandlarini o'zlarini yonlariga yig'ib olishadi, ulardan mehr olishadi. Chunki bolalari band, ertalabdan kechgacha ish bilan ovora, ota-onadan xabar olishmaydi. Ota-onalar ularni sog'inib, mehrga zor bo'lib, o'zlariga kasallik chaqirib olishadi. Xuddi shu metoddan bola ham foydalanadi. Meni o'zim ham bolaligimda shu metoddan foydalanib ko'p kasal bo'lganman, onamdan mehr olish uchun. Va 14-si bolalik travmalari ham kasal bo'lishlarimizga sababchi bo'lar ekan. Bolalik travmalarimiz bilan alohida ishlashimiz kerak, azizlarim. 15-siga o'tdik. Aybdorlik hissi bu o'zimizni tinimsiz hamma narsaga ayblashimiz, urishimiz, men ahmoqman, men to'poyman, men molman, ketdi yog'i, jinniman, ahmoq bo'lmaganimda shu ishni qilarmidim va hokazo. O'zimizni qancha ko'p ayblasak, aybdorlik hissi nakazaniya, ya'ni jazo talab qiladi. Jazo esa og'riq ko'rinishida kirib keladi, psixosomatik bol deyiladi. Bu esa psixosomatik bol qayta bo'lavergandan keyin o'sha ichki organlarda turli xil напряженияларni, ya'ni energiya turib qoladi, o'sha energiya yaxshi aylanmaydi va natijada qaysi ichki a'zoyingiz immuniteti past bo'lsa, o'sha yerda kasalliklar paydo qiladi. Aybdorlik hissi eng moshni instrument, sizni kasal qilib beradigan. Hop, 16-si o'zini o'zi tanqid qilib urishish. Bu aybdorlik hissiga yaqin holat. Aybdorlik hissida o'zingizni aybdor his qilsangiz, o'zini tanqid qilishda urushasiz ko'proqda, bir-biriga yaqin narsa bu. 17-siga o'tamiz. 17-si hayotingizdan norozi bo'lish, Allohdan norozi bo'lish, turmush o'rtoqdan, davlatdan, farzanddan, yashab turgan kuningizdan, shamoldan, yomg'irdan, hamma narsadan norozi bo'lish bu ham kasalliklarga sababchi bo'lar ekan. Va 18-si odamlarni yomon ko'rish, sevmaslik, ulardan nafratlanish. Oila a'zolaringiz ayniqsa yomon ko'radigan bo'lsangiz, urdi xudo deydi-yu, ko'z bilan bog'liq, zreniya pastligi bilan bog'liq kasalliklar va quloq bilan bog'liq kasalliklar vujudga keladi. Shuni ko'zim ko'rmasin, shuni gapini qulog'im eshitmasin deganda o'sha psixosomatik kasalliklar vujudga kelishni boshlaydi. Demak, oila a'zolarini yomon ko'rib turganligingizni bilib qolsangiz, zudlik bilan psixologga uchib boring. O'zingiz kasal bo'lishni istamasangiz. Hop, 19-si ham hozir yodimga tushib qoldi. Bu hasad. Agar ichingizda hasad borligini bilsangiz, buni albatta birovga borib aytishingiz shart emas. O'zingiz tahlil qilib, agar kimnidir yutug'idan xursand bo'lmasdan, aksincha xafa bo'ladigan bo'lsangiz, bilingki sizda hasad bor va hasadni ham prarabotka qilishni o'rganishingiz kerak. Chunki hasad ham insonni ichdan yeb bitiradi, tamom qiladi. 20-si ham esimga tushib ketdi, qaranglar, rashq. 20-si rashq ham insonni kasal qiladi. Chunki rashq qilib turgan paytda odamda har xil stress gormonlari tanaga otilib chiqishda boshlaydi va insonda negativ gormonlar paydo bo'ldimi, kortizol deydi. Negativ gormonlar paydo bo'lsa, tanada o'sha asta-sekinlik bilan kasallikka qarab ketiladi. Azizlarim, psixosomatika haqida gaplashdik biz siz bilan. Kasallikni keltirib chiqaruvchi ichki sabablar haqida gaplashdik. Hozir men sizlarga 20 ta sababni sanab o'tdim. Psixosomatikani o'rganadigan bo'lsangiz, yana 21-si bor, o'zini qabul qilmaslik. 21-si demak o'zini qabul qilmaslik, o'zini sevmaslik. 21-si o'zini sevmaslik ekan.
agar siz o'zingizni ayol sifatida yoki erkak sifatida qabul qilmasangiz, sevmasangiz, buning natijasida ham yuzingizda o'g'rilar paydo bo'lishi, ayollik organlaringizda kasalliklar paydo bo'lishi, erkaklik gormonlaringiz oshib ketishi, besplodya va hokazolar kelib chiqishi mumkin. Va 22ga keldikmi? Samotenka past bo'lsa yoki baland bo'lsa, adekvatniy holatda bo'lmasa, bu ham kasalliklarga sababchi bo'lishi mumkin. Xullas kalom juda ham chuqur ishlashingiz kerak. Juda ham ko'p o'zingiz ustida ishlashingiz kerak. Mana shu Shifochingizda kanalimizda imkon qadar mana shularni hammasini yoritib berishga harakat qilyapmiz. Bu kanal nima uchun tashkil qilingan? Siz uchun o'zingiz mustaqil, o'zingizga o'zingiz psixolog bo'lib ishlashingiz uchun tashkil qilingan. Lekin shunday bo'lsa-da, agar yordam kerak bo'lsa, podдержка kerak bo'lsa, inshaalloh mana biz tayyormiz. Bizga murojaat qiling, kurslarimizga qatnashing yoki individual konsultatsiyalar oling. Darslarimizni bajaring. Savollaringiz bo'lsa, fikrlaringiz bo'lsa, izohlarda qoldiring. Buguncha yakunlaymiz. Hamisha sog' bo'linglar. Qalban quchib qolaman. Sizlarni sevaman azizlarim.